Assalomu alaykum qadrdonlar, bizni kuzatib boruvchilar, Azizbek do'konining muxlislari. Bugun sizlarga mana vodiy ekonom pechkalarimizni ko'rsatib, obzor qilib beramiz. Bizga mana shunaqa sifatli pechkalarimizdan yetib keldi. Buni 2-3 xil variantda bor. Sotuvda sifatli eng yaxshilarini sizlar uchun olib qo'ydik. Birinchi varianti mana bunaqa tepasi panjarali variantdan kelgan. Panjarasi variantidan ham bor. Keyin abomli pechkalarimizdan ham kelgan. Bu ham juda ham sifatga zo'r ishlangan, ekonom, har tomonlama qulay, yaxshi pechkalardan keldi bizga. Operator keling, yaqinroq mana buni tanishtirib o'taylik. Tak. Buni lislari 2.8 dan bo'lgan, zakasni o'zimiz yasatdik. Ichidan bittadan kurak bonusga chiqadi, qo'shib beramiz. Eng asosiy joyi taglari chugunlik. Ya'ni chugun necha gradus bo'lsa ham ko'mir, o'tin hammasiga erimaydi, sifatli necha gradus issiqlikda ham turib beradi. Buni o'zimiz zakasni sifat qilib, razmerlarini kattaroq qilib yasattirganmiz. Razmer 30 ga 30 asosiy olov yonar ekan joy 30 lik. Eng kattasi. Kimga mana shunaqa pechkalar kerak bo'lsa, kelaverasizlar. Orqasiga tapchanlarni ham qo'ydirib qo'yganmiz. Tepada qaynagan, pishgan narsalar, choylarni bu yerga qo'yib qo'yishga juda ham udoq, qulay narsa, kerakli narsa. Endi mana bu pechkamizni ko'rsatib o'tadigan bo'lsak, abomli pechka nomi buni. Ichlari to'liq, buni ham chugunli setka. Taglari mana. Kuldonlari ham juda olishga qulay. Shunday to'kaverasiz kulni. Juda ham zo'r chiqqan. Yasalishlarga bitta e'tibor bersangiz juda chiroyli. Qalinliklari sizlar 4 lik. Tepa mana har xil razmerdagi bor. Mayda, katta tepasi. Ko'mir tashlashga ham qulay. Ustiga ovqat, choy qaynatishga ham qulay qilib yasalgan. Mana qo'ysak, buni bitta mana e'tibor berib ko'rasizlar. Joylari tushishini. Kimga mana shunaqa pechkalar kerak bo'lar ekan bo'lsa, mana sezonga tayyorgarlik boshlandi. Kelaverasizlar, Azizbek do'konida sizlarni kutib olamiz. Hammaga rahmat, kuzatib boruvchilar.